ko'chiram. Ana endi kadr uzmagan holatda necha metrga suv sepganini o'lchaymiz, lekin mana bu rezultat anchagina qoniqtirdi. Pushkani tagidan boshlaymiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. Xullas o'rtoqlar har bitta ko'sak 25 metrdan dedim-ku. Mana 25 metrga yetib keldik. Ana endi pushkani shunday ko'chirib, mametga o'rnatib yana dashi sug'arish imkonini beradi. Demak, rezultat ancha meni qoniqtirdi o'rtoqlar. Qo'rqmasdan foydalansanglar bo'ladi. Bu motopompani oddiy motopompa bilan solishtirmanglar. Buni ot kuchi ham baland, podyomi ham baland. Imini mana shu pushkani ishlatish uchun kuchi yetarli darajada beryapti. O'rtoqlar, sizlar uchun harakat qilyapman, ya'ni qanchalik ekonomik bo'lish uchun, ya'ni 1 litr benzin bilan 1 gektar dalani bemalol sug'orib chiqsanglar bo'ladi degani. Ko'ryapsizlarmi? Nech pul ekonom bo'lyapti bu yerda. Suv ekonom bo'lyapti, vaqt ekonom bo'lyapti. Glavniysi sug'orish uchun ketadigan mablag'ingiz bor-ku, pul ekonom bo'lyapti. Shu narsani bemalol qo'rqmasdan o'rnatsanglar bo'ladi. Yomg'irlar sug'orish tizimi aslida ko'p ekin turlariga to'g'ri keladi. Masalan, bularga eng yoqib tushadigani masalan beda, arpa deylik, g'allaga qo'rqmasdan qo'ysanglar bo'ladi o'rtoqlar. Shunaqa mahsulotlar kerak bo'lsa, kelavringlar, o'zimda hamma narsa bor. 4 ta 25 metrdan shlanka, ya'ni 100 metr shlanka bilan sinab ko'rgan tizimimizda zo'r rezultat berdi. Bemalol foydalansanglar bo'ladi.